Hoji aka, 130 ming dollarga 3 xonali podключ variantda uy olaman deganmidingiz? Olmazor tumani Sag'bonga kelganmiz. 9 etajkani 7 etajda 3 xonali xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Podключ varianti hamma qulayliklari bilan. Sizga bonuslarini tayyorlatib qo'yganman aka. Bu yoq tarafimizda parkovchniy, plashatka, o'zini podval qismida katta joyi bor, bir xonali pashti joylarimiz bor. Hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga arzon uylarni qo'yib boramiz akalar. Uyimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam akalar, o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yinglar akalar. Bu uyni bosib olishinglar uchun nechta sabab aytsam bosib olasizlar. Birinchi sababi katta qilib qo'llarni qilib qo'yilgan, Yevro remont podключ varianti qilib qo'yilgan. Kirib kelishimiz bilan akalar, uyimizga kirib kelishimiz bilan bu yoq tarafimizda vanna xonalari, o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Sifatli materiallardan foydalanilgan. Bu yoq tarafimizda kladovka, plistos nimalarni qo'yib qo'ygani, qishki oyoq kiyimlarni qo'yib qo'ygani juda ham zo'r o'ylangan ekan. Yonginasida sanuzel qismimiz joylashgan, akalar o'zini hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan. To'pli pollari 100% qilingan. Bizani bosib olishinglar uchun yana bir sabab akalar. Mebel texnika jihozlari bilan podключ, kiyim-kechaklar bilan kelasizlar. Birinchi xonamizda взрослый spalnimiz o'zini mebel texnikalari bilan, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Balkon qismi bilan birga o'tiradigan joylarni qilib qo'yishgan balkonimizda akalar. Endi ikkita keyingi xonamizda взрослый spalnidan ikkita детский spalniga o'tamiz. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoq tarafimizdan akalar qizlar uchun spalni qilib qo'ysanglar juda ham zo'r yechim bo'ladi. Bu yoq tarafida o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Havo aylanish uchun juda ham ideal. Har bitta xonaga отдельно mebellarni did bilan tanlangan. Bitta детский xonamizdan o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Akalar o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, mebel texnika jihozlari qilingan. Xonamizdan o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Barcha mebel texnika jihozlari bilan jihozlangan. O'zini balkon qismi bilan birga havo aylanish uchun juda ham ideal joy. Bu yerda o'tirib bemalol ko'chani manzarani tomosha qilaman desanglar ham juda ham ideal variantda bo'ladi akalar. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizdan sizlarga 130 ming dollarga berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan 100 kvadratli xonadonimizdan sizlarga hamma qulayliklari bilan 130 ming dollarga berib yuboramiz. Akalar tezda bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Tezda bog'lanamiz.